9-10 iyun kunlari Taraqqiyot strategiyasi markazining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hamkori Kaspiy siyosati markazi tashabbusi bilan Transkaspiy yo'lagi mamlakatlarning strategik faolligi va farovonligini oshirish imkoniyatlari hamda muammolari muhokamasiga bag'ishlangan video konferensiya aloqa shaklida an'anaviy 5-forumi bo'lib o'tdi. 2 kunlik anjumanda O'zbekiston tomonidan Moliya vaziri o'rinbosari Odilbek Isoqov, Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor To'lyakov hamda prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti direktori Umid Abidxo'jayevlar ham o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. Forumda qayd etilganidek, Transkaspiy yo'lagi tashkil etilganidan buyon mintaqada energiya tashuvlari savdosi ham tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Shu bilan birga Transadriatik gaz quvurining hamda Janubiy gaz yo'lagining qurilishi yakunlanib, Kaspiy energetika resurslari Yevropa ittifoqiga eksport qilina boshlandi. Qayd etish lozimki, O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasida ulkan salohiyatga ega. Shu bois neft va gaz bilan bir qatorda quyosh, shamol hamda gidroenergetikaning taraqqiyoti mintaqadagi bozor infratuzilmasini yaqin kelajakda yaxshilash imkonini beradi. Shuning uchun ham O'zbekistonda qayta tiklanadigan muqobil energiya manbalari sohasini rivojlantirish borasida aniq chora-tadbirlarga asoslangan salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston vakillari aynan transport koridorlariga oid ham ma'lumot berib o'tildi. Shu O'zbekiston tomonidan prezident ta'kidlaganlaridek eng bir yirik loyiha bu o'sha O'zbekiston Mozari Sharif loyihasi borasidagi islohotlar haqida to'xtalib o'tildi. Mazkur sohadagi moliyalashtirish masalalari hamda mazkur o'sha transport koridorlarini rivojlantirish orqali ham Markaziy Osiyoga ham O'zbekistonga olib kelinadigan o'sha ijobiy tajriba hamda yengilliklar haqida forum ishtirokchilariga ma'lumot berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda mamlakatimiz texnik gidroenergetika imkoniyatining atigi 39% dan foydalaniladi xolos. O'zbekistonda yashil energetika sohasidagi loyihalarni amalga oshirish esa yaqin 10 yil ichida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalangan holda elektr energiyasi ishlab chiqarish ulushini qariyb 3 baravar, ya'ni 25% gacha ko'paytirish imkonini beradi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun taxminan 10 gigavat qayta tiklanadigan energiya obyektlarini, shu jumladan 5 gigavat quyosh, 3 gigavat shamol va bironda 9 gigavat gidroelektr stansiyalarini qurish rejalashtirilgan. 2 kunlik forum yakunida Transkaspiy aloqa va infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha Buyuk Kaspiy mintaqasini kelajakda yanada rivojlantira oladigan infratuzilma loyihalarini amalga oshirish hamda ushbu sa'y-harakatlarga xususiy sektorni jalb qilish jarayonini yengillashtirish bo'yicha xorijiy tajriba va xalqaro amaliyotdan kelib chiqib taklif va tavsiyalar bildirildi.